Assalomu alaykum ahli YouTube. Xudo xolasa bugun 11-noyabr 2025-yil Qashqadaryo, Qarshi viloyatida Qashqadaryoda mana shunday quyoshlar chiqib turibdi. Xudo xolasa kunlar qizdirib sizlarga mana keyingi obyektimiz Qashqadaryo, Qarshi shahridagi obyektimizni tanishtirib o'taman. Mana shunday mini vatalarni mana devorlarga joylayapmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'lyapti. Mini vatalarimiz qo'yilishining sababi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Qandaydir bir shisha tolasidan tayyorlangan, qichishtiradi, ancha-muncha hasharotlar yurmaydi, issiqni, sovuqni ushlab beradi. O'tdan, suvdan qo'rqmaydi. Xudo xolasa mana devorlarimizga mana shunday holatda ponni joylab chiqamiz. Bu yerlarimiz utuplonniy bo'ladi. Kakterimiz sifatida bo'ladi. Issiqni, sovuqni yaxshi ushlab berishligi uchun albatta. Hozir gaz, tok, limit bo'lib qolgan paytda mana shu narsalardan ko'proq foydalanyapmiz. Hop, kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday ma'lumotlarni sizlarga berib borishda davom etamiz. Xudo xolasa, biz videolar o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz borib turadi. Hop, bu tomonimizda elektromontajlarimiz. Mana gofralar kiygizilgan, kakfalojniy xudo xolasa hammasiga gofralar kiygizilib, xavfsizlik tomonlari o'ylangan. Uzo avtomatimiz qo'yilgan mana. Toklarni ulab qo'ydik. Uzo avtomatimiz ham ishlab turibdi. Uzoni bilganlar biladi. Misol bilmaganlar uchun yangilik. Odamning qo'li tegsa ochiq tokka avtomatik tashlaydi. Tok urishni oldini oladi. O'ta sezgir narsa bo'ladi bu. Mana shunday holatda bo'lgan. Xo'p, hammomimiz uchun alohida mana o darvozaxonada avtomatitimiz bor, ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha yerdan alohida hammom uchun mana shunday 10lik kabelimizda olib kelib hammom uchun tushirdik. 10lik alyumin kabelda keldi. Alyuminni tok o'tkazuvchanlik anundaqasi xususiyati yaxshi bo'lganligi uchun uzoq masofalarga alyumin tortiladi. 220 tokni bemalol olib kelib beradi. Agar mis tortilsa, tok o'tkazuvchanlik anaqasi pastroq bo'lgani uchun 220 bu yerga yetib kelmaydi. Shuning uchun biz alyumin tortdik. Ichkarilarni esa misdan montaj qildik fonni. Ichkarilar mis bo'lgan. Ko'rib turibsizlar mana. Shu holatda xudo xolasa gofralar kiygizilgan. Qo'ldan kelgancha ustozimizdan o'rganganimizcha qilib ketyapmiz. Devorlarimiz utuplonniy bo'lyapti. Bu xonamiz ham mana shunday utuplonniy bo'lgan. Bu xonamiz razdevalka qismi bo'ladi. Razdevalkaga rakovina, kir mashina, motor, tepasida filtr, bu yoqqa tahorat oladigan joy, teplый pol ko'rasi, tepada ariston, hammasini o'rnatib ketyapmiz. Bu yog'imiz dushovoy zonamiz bo'ladi endi. Dushovoy zonamiz ko'rib turibsizlar mana. Gidroizolyatsiyalar surilgan. Xudo xolasa namni boshqani o'tkazmaydi. Devorlarimiz dekor plas bo'lgan. 40 santimetrli dekor plaslardan foydalanganmiz. Hali ishimiz ancha bor, bitmagan. Bitgan holatini keyingi videolarda ko'rsatib boramiz. Hurmatli obunachilar, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab, respublikamiz bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zimiz Andijondan, hozir Qashqadaryodamiz, Qarshi shahridamiz. Qarshidan obunachilar bo'lsa ham aloqaga chiqaringlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ustozimizdan o'rganganimizcha xizmat ko'rsatib boramiz. Bu xonamiz arzonroq variantda bo'lgan. Bu hammomimiz. Endi zamonaviy variantda deb dekorativniy panellardan foydalanyapmiz. Qimmatroq variantda bo'lyapti ular. Xudo xolasa hammasidan foydalanib, kimlardir arzon variantini so'raydi, kimlardir qimmat variantini so'raydi. Hammasiga xudo xolasa so'raganlariga hammasiga video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Arzonidan ham, qimmatidan ham qo'limizdan kelgancha mana bitta proyekt desa ham bo'ladi-da buni. Proyekt qilib boryapmiz. Bu yerimiz bitta xona edi, o'pshi, mana yerdan peregorodga qildik. Ichkarini 120 joy tashladik. 120 ga 240 oldi. Bu xonamiz 240 ga 2 metr bo'ldi. Xuddi shunday holatda bo'ldi xudo xolasa. Videoni xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz.
Videoni mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar maksimalniy darajada. Xudo xolasa sizlarga kerakli bo'lgan informatsiyalarni berib borishga harakat qilamiz. Eslatib o'taman, xonamiz utepленный bo'lgan, как termiz sifatida bo'lgan xonamiz, mana mini vatalarda utepленный bo'lgan. Расходni tejaydi, elektrdan siz elektr расходini, tokdan siz tok расходini. Hozir elektrdan siz elektr расходini tejaydi, gazdan siz gaz расходini tejaydi. Hozir tok ham, gaz ham nima desamki, limit qo'yib qo'ygan. Anaqa limit bo'lgan paytda mana shu narsalardan menimcha ko'proq foydalanish kerak. Meni fikrim albatta. Xudo xolasa расходni anchagina tejab beradi isitish bo'yicha. Xonamiz to'pli pol sistemasida isiydi, mana turbalarini chiqarib qo'yganmiz, hali o'rnatganimiz yo'q. Hurmatli obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.